Narendra Modi 29-30 avgust kunlari O'zbekistonga keladi. Hindiston bosh vaziri Narendra Modi 29-30 avgust kunlari rasmiy tashrif bilan O'zbekistonda bo'ladi. Tashrif O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning taklifiga binoan amalga oshiriladi. Bu Modining O'zbekistonga 4-chi ikki tomonlama formatdagi ikkinchi tashrifi bo'ladi. Hindiston bosh vaziri avval 2015-yilda Markaziy Osiyo davlatlariga safari doirasida, 2016-yilda esa Toshkentdagi Shanxay hamkorlik tashkiloti sammiti va 2022-yilda Samarqanddagi Shanxay hamkorlik tashkiloti sammiti munosabati bilan O'zbekistonga kelgan. Tashrif davomida O'zbekiston Hindiston strategik sherikligini yanada rivojlantirish, savdo-iqtisodiy hamkorlik va boshqa ustuvor yo'nalishlar muhokama qilinishi kutilyapti. O'zbekistondan so'ng Modi 31-avgust 1-sentyabr kunlari Qirg'izistonda bo'lib, Bishkekdagi Shanxay hamkorlik tashkiloti sammitida ishtirok etadi. 11-sentyabr teraktlari bo'yicha sud 2028-yilda boshlanadi. AQSh harbiy sudi 2001-yil 11-sentyabr teraktlarini tashkil etishda ayblanayotgan Xolid Shayx Muhammad va uning 3 nafar gumonlanuvchi sherigi ustidan sud jarayonini 2028-yil 5-iyunga belgiladi. Prokuratura sudni 2027-yil yanvarda boshlashni so'ragan edi. Biroq sudya dastlabki sud muhokamalari, jumladan qaysi dalillardan foydalanish mumkinligi haqidagi bahslarni hal qilish uchun ko'proq vaqt zarurligini bildirgan. Ishdagi asosiy bahsli masalalardan biri gumonlanuvchilardan qattiq so'roq usullari va qiynoqlar qo'llangan davrda olingan ma'lumotlarni sudda dalil sifatida ishlatish mumkin yoki mumkin emasligi bilan bog'liq. Bu masala yillar davomida sud jarayonining cho'zilishiga sabab bo'lib kelgan. Xolid Shayx Muhammad 2003-yil 1-martda Pokistonda qo'lga olingan va keyinchalik Guantanamo qamoqxonasiga o'tkazilgan. U 11-sentyabr hujumlari rejasini ishlab chiqish va amalga oshirishni boshqarishda ayblanyapti. 2025-yilda apellyatsiya sudi Muhammad va uning 2 sherigiga aybini tan olish evaziga o'lim jazosidan qutulish imkonini beruvchi kelishuvni rad etgan edi. Sun'iy intellekt xavf-xatarlari atayin kamaytirib ko'rsatilmoqda. Bill Gates texnogigantlarni daromad ilinjida sun'iy intellekt xavf-xatarlarini atayin kamaytirib ko'rsatishda aybladi. O'zaro suhbatlarda top menejerlar jiddiy xavotirda ekanliklarini yashirmaydi. Ammo amalda trillionlab dollarlarni jalb qilishga xalaqit bermaslik uchun xavf-xatarlarni xaspo'shlashmoqda, deydi milliarder. Gates sun'iy intellekt tartibga solinmasa ommaviy ishsizlikka olib kelish haqida ogohlantirdi. Bundan tashqari, bioterrorizmga qarshi yangi xalqaro shartnomalar tuzishga chaqirdi va uning fikricha, hatto kichik bir guruh ham ilg'or sun'iy intellekt vositalari yordamida kasallik viruslarini yaratishi mumkin. Pokistonda 14 nafar chaqaloq shifoxonadagi yong'inda halok bo'ldi. Pokiston poytaxti Islomobodda 14 nafar chaqaloq shifoxonada yuz bergan yong'inda halok bo'ldi. Yong'in Pokiston tibbiyot fanlari instituti shifoxonasining onalar va bolalar bo'limida sodir bo'lgan. Xabarlarga ko'ra, olov binoning 3-qavatida konditsioner tizimidagi qisqa tutashuv tufayli sodir bo'lgan. Tutun butun qavat bo'ylab tez tarqalgan. Xabar qilinishicha, yong'in paytida bo'limda 15 chaqaloq bo'lgan va ulardan faqat 1 nafari qutqarib olingan. Pokiston bosh vaziri Shahboz Sharif halok bo'lganlar chaqaloqlarning oilalariga ta'ziya bildirib, fojia sabablari jiddiy tekshirilishini va'da qildi. Aybdorlar javobgarlikka tortilishi shart, dedi u. Zelenskiy Elon Muskni ozodlik ordeni bilan taqdirladi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Elon Muskni ozodlik ordeni bilan taqdirladi. Uning farmonida Musk insonlar hayoti va erkinligini himoya qilishdagi ulkan shaxsiy xizmatlari, Ukraina va AQSh xalqlari o'rtasidagi munosabatlarni rivojlantirishga qo'shgan hissasi uchun mukofotlangani qayd etilgan. Ozodlik ordeni Ukrainada xorijliklarga ham berilishi mumkin bo'lgan eng yuqori davlat mukofotlaridan biri hisoblanadi. Ukraina fuqarolari uchun eng oliy mukofot Ukraina qahramoni unvonidir. Avvalroq Germaniyaning sobiq kansleri Angela Merkel, Fransiya prezidenti Emmanuel Macron, Italiya bosh vaziri Giorgia Meloni kabi xorijiy siyosatchilar ham
mazkur orden bilan taqdirlangan. Manbalarga ko'ra, so'nggi vaqtlarda Kiyev Starlink tizimi bilan jihozlangan zarba beruvchi dronlardan Rossiya hududining ichkarisiga zarba berishda foydalanishga ruxsat olishga harakat qilgan, biroq bu borada hozircha natijalarga erishilmagan. Eron va Ummon Hormuz bo'g'ozida vaqtinchalik yo'lak ochishni muhokama qilyapti. Eron va Ummon Hormuz bo'g'ozida kemalar harakatini tartibga solish, vaqtinchalik navigatsiya yo'lagini tashkil etish va akvatoriyani birgalikda minalardan tozalash masalalarini muhokama qildi. Seshanba kuni Tehronda Ummon tashqi ishlar vaziri Badr al-Busaydi va Eron tashqi ishlar vaziri Abbos Aroqchi uchrashdi. Tomonlar bo'g'oz orqali kemalar harakatini bosqichma-bosqich tiklashga qaratilgan sxemani ko'rib chiqqan. Qo'shma bayonotga ko'ra, dastlab Hormuz bo'g'ozida vaqtinchalik qo'shma navigatsiya yo'lagi tashkil etilishi, shuningdek minalarni tozalash ishlari olib borilishi mumkin. Keyingi muzokaralarda doimiy navigatsiya yo'lagini belgilash, bo'g'ozni boshqarish tartibi, axborot almashinuvi, kemalar harakatini muvofiqlashtirish va xavfsizlik xizmatlarini tashkil etish masalalari muhokama qilinadi. Ummon tashqi ishlar vaziri rahbari Badr al-Busaydi yaqin vaqt ichida vaqtinchalik yo'lak haqida rasman e'lon qilinishiga umid bildirgan. U tomonlar keyinchalik doimiy yechim va bo'g'ozni kim boshqarishi bo'yicha ham kelishuvga erishishga harakat qilishini aytgan. Eron tashqi ishlar vaziri o'rinbosari Kazem G'aribobodiyning ma'lum qilishicha, Ummon qo'ltig'idan Fors ko'rfaziga kiruvchi vaqtinchalik dengiz yo'li to'liq Eron hududiy suvlari orqali o'tadi. Chiqish yo'li esa Eron va Ummon hududiy suvlarini qamrab oladi. Uning so'zlariga ko'ra, ikki davlat muzokaralarini kelgusi 30-60 kun davomida davom ettirishi rejalashtirilgan. Shu bilan birga Eron rasmiylari Hormuz bo'g'ozi atrofidagi vaziyatni Pokiston delegatsiyasi bilan ham muhokama qilgan. Pokiston tomoni muzokaralarni tiklash va mintaqadagi harbiy qarama-qarshilikni yumshatish bo'yicha vositachilik qilishga urinmoqda. Hozircha vaqtinchalik yo'lak qachon ishga tushishi va uning aniq huquqiy hamda xavfsizlik mexanizmi qanday bo'lishi ma'lum emas. Muzokaralar fonida Ummon sohillari yaqinida yana bir neft kemasiga hujum qilingani xabar qilindi. Buyuk Britaniyaning dengiz savdosi operatsiyalari boshqarmasi ma'lumotiga ko'ra, hodisa Ummonning Ash-Shax shahri shimol-sharqida, sohildan taxminan 9 dengiz mili 16,7 kilometr uzoqlikda sodir bo'lgan. Kemaning mashina bo'limi shikastlangan va u harakatlanish imkoniyatini yo'qotgan. Hujumni kim amalga oshirgani hozircha ma'lum emas. Eron telekanali Trampning o'g'li haqida sirli rolik namoyish qildi. Eron davlat televideniyasida AQSh prezidenti Donald Trampning 20 yoshli o'g'li Baron Tramp haqida rolik namoyish etildi. Islom inqilob qo'riqchilari korpusiga aloqador telekanalda efirga uzatilgan lavha Baron Trampni qayerda va qanday o'ldiramiz deb ataladi. Rolikda Baron Tramp o'qiydigan universitet manzili, uning korteji harakat yo'nalishi va shaxsiy xizmat agentlarining joylashuvi namoyish etiladi. Va AQSh prezidentining o'g'li qay yo'nalishda harakatlanayotgani to'liq kuzatilayotgani iddao qilinadi. Shuningdek, Trampning o'g'liga doir ma'lumot uchun $10 million mukofot va'da qilingani ham aytiladi. Lavhada bir qiz maxfiy qo'riqlash xizmati ko'zini shamg'alat qilgan holda Baron Tramp bilan uchrashgani qayd etiladi. Tahlilchilarga ko'ra, Baron Tramp haqidagi rolik joriy yil iyul oyida Tasnim agentligi e'lon qilgan Melania Tramp qayerda va qanday harakatlanadi lavhasini yodga soladi. U lavhada AQSh birinchi xonimining Nyu-York bo'ylab harakati va qo'riqlash xizmatining zaif nuqtasi haqida so'z boradi. Eron ommaviy axborot vositalarida Donald Tramp haqida tahdidli lavhalar ko'p bora efirga uzatilgan. Tehrondagi Islom inqilobi maydonida ham Trampning o'limiga ishora qiluvchi ulkan peshlavha osilgani ma'lum. Tramp birinchi prezidentlik davrida 2020-yilning yanvarida Eronning Quds kuchlari qo'mondoni nufuzli general Qosim Sulaymoniyni o'ldirishga buyruq bergan edi. Eron hukumati Sulaymonning o'limi uchun qasos olinishini aytgan. 2020-yilda Eron huquq idoralari Interpolga AQSh prezidenti Donald Trampni qidiruvdagi jinoyatchilar ro'yxatiga kiritishni so'rab murojaat yo'llagan. Zelenskiy Shavkat Mirziyoyevga tabrik uchun minnatdorlik bildirdi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevga Ukraina mustaqilligining 35 yilligi munosabati bilan yo'llagan tabrigi uchun minnatdorlik bildirdi.
Shavkat Mirziyoyev 24-avgust kuni Ukraina yetakchisiga yo'llagan tabrik maktubida uni va Ukraina xalqini mamlakat mustaqilligining 35 yilligi bilan qutlagan. Ishonchim komilki, an'anaviy do'stlik va o'zaro hurmat tamoyillariga asoslangan mamlakatlarimiz o'rtasidagi munosabatlar kelgusida ham mushtarak sa'y-harakatlarimiz bilan izchil davom etib boradi, deyiladi O'zbekiston prezidenti tabrigida. Davlat rahbari Vladimir Zelenskiyga mustahkam sog'lik, oilaviy baxt, mas'uliyatli davlatchilik faoliyatida ulkan yutuqlar, Ukraina xalqiga esa tinchlik va farovonlik tilagan. Zelenskiy esa Shavkat Mirziyoyevga samimiy tabrik uchun minnatdorlik bildirib, Ukraina O'zbekiston bilan an'anaviy do'stlik munosabatlarini yuksak qadrlashini ta'kidlagan. Ukraina O'zbekiston bilan an'anaviy do'stlikni yuksak qadrlaydi va ikki tomonlama hamkorlik, savdo hamda iqtisodiy aloqalarni kengaytirishga sodiq qoladi, deydi Zelenskiy. Ukraina rahbari shuningdek prezident Shavkat Mirziyoyevga mustahkam sog'lik va muvaffaqiyatlar, O'zbekiston xalqiga esa tinch va farovon kelajak tilagan. Rossiya armiyasiga yollangan o'zbekistonlikning ozodligi 5 yilga cheklanadi. Jinoyat ishlari bo'yicha Farg'ona shahar sudi Rossiya qurolli kuchlari tarkibida Ukrainadagi harbiy harakatlarda qatnashish uchun yollangan O'zbekiston fuqarosiga nisbatan hukm chiqardi. Ko'rilgan ishda 2002-yilda tug'ilgan fuqaro Jinoyat kodeksining 154-moddasi 1-qismi yollanish jinoyatini sodir etganlikda aybdor deb topildi. Sud hujjatlariga ko'ra fuqaro 2020-yilda ishlash maqsadida Rossiyaga ketgan. 2025-yil sentyabrda esa Rossiya Mudofaa vazirligiga qarashli bo'lgan Donetsk viloyatidagi harbiy qismga harbiy xizmatchi sifatida yollangan. U yerda quroldan o'q otish, granata uloqtirish va birinchi tibbiy yordam ko'rsatish bo'yicha harbiy hamda jismoniy tayyorgarlikdan o'tgan. Sudlanuvchining ko'rsatuviga ko'ra, u Rossiyada jazoni ijro etish muassasasida bo'lgan paytida hujjat imzolagan va keyin Rossiya qurolli kuchlari tarkibida Ukrainaga qarshi urushda qatnashish uchun yollanganini bildirgan. Donetskda harbiy tayyorgarlikdan o'tganidan keyin sog'ligi bilan bog'liq muammo sabab gospitalga yuborilgan. U gospitaldan chiqib O'zbekiston konsullik muassasasiga murojaat qilgan va keyin mamlakatga qaytgan. Tergov va sud jarayonida uning telefonidagi Instagram yozishmalari ham dalil sifatida o'rganilgan. Unda harbiy kiyimda va qurol bilan tushgan suratlar boshqa shaxsga yuborilgani qayd etilgan. Sud fuqaroning harakatlarini Jinoyat kodeksining 154-moddasi 1-qismi bo'yicha to'g'ri kvalifikatsiya qilingan deb topgan. Hukmda u shaxsiy manfaatni ko'zlab, Ukraina hududidagi jangovar harakatlarda ishtirok etish uchun harbiy tayyorgarlikdan o'tgani va Rossiya qurolli kuchlariga xizmatga kirgani qayd etilgan. Sud uning qilmishidan pushaymonligi va muqaddam sudlanmaganligini jazoni yengillashtiruvchi holatlar sifatida baholadi. Shu bilan birga jinoyat g'arazli va past niyatlarda sodir etilgani og'irlashtiruvchi holat deb topilgan. Sud Jinoyat kodeksining 57-moddasini qo'llab, modda sanksiyasida nazarda tutilmagan yengilroq jazo 5 yil ozodlikni cheklash jazosini tayinladi. Hukmga ko'ra mahkum ish vaqti va ishga borib kelish uchun zarur bo'lgan vaqtdan tashqari yashash joyidan chiqishi cheklanadi. Shuningdek, probatsiya organining roziligisiz yashash joyini o'zgartirishi va Farg'ona viloyati hududidan tashqariga chiqishi taqiqlanadi. Hukm ustidan belgilangan tartibda apellyatsiya yoki kassatsiya shikoyati berishi mumkin. AQSh Eronga qarshi yangi operatsiya haqida e'lon qildi. AQSh Eronga qarshi iqtisodiy cheklov operatsiyasini boshlamoqda. AQSh Moliya vaziri Washington Islom Respublikasi hukumati uchun barcha daromad manbalarini, asosan Tehron uchun raqamli aktivlar savdosi, texnologiyalar, oltin savdosi, havo va dengiz transporti kabi 5 ta muhim moliyalashtirish kanalini blokirovka qilishni rejalashtirayotganini aytdi. Bundan tashqari, Washington Eron bilan bog'liq taxminan 60 ta shaxs, tashkilot va kemalarga qarshi ikkinchi darajali sanksiyalarni joriy qilmoqda. Ushbu cheklovlar Xitoy, Birlashgan Arab Amirliklari, Gonkong, Singapur va Yevropadagi tashkilotlarga qaratilgan. Ushbu cheklovlar darhol kuchga kirmaydi, ammo agar ular bajarilmasa, bu kompaniyalar amalda AQSh dollariga qarshi imkoniyatdan mahrum bo'ladi. Moliya vaziri shuningdek AQSh prezidenti Donald Tramp dunyo yetakchilariga qo'ng'iroq qilib, Eron bilan barcha aloqalarni to'xtatishni talab qilayotganini xabar qildi.